Assalomu alaykum, o'zim aka-uka opa-singillarim. Sizlarga Qirg'iziston o'sharidan juda ham zo'r uyimiz chiqib qoldi do'stlar. Pishig'ishda ikkinchi qavatda boshlanib qolibdi do'stlar. 12 xonadan iborat 6 sotik manzillarimiz do'stlar. Qirg'iziston o'shari Suratosh 85 pasida 4-ko'cha 55-raqamli xonadonimiz bugungi kunda sotuvda do'stlar. 6 sotik 12 xonadan iborat do'stlar. Yandım desem laf bo'ladi, kuydirding kuydirga. Ko'klarga sochib kunim, ko'zimdan chiqdi tutunim. Hali holvami bu kunim, kuydirding kuydirga. Ishq menga teskari borsa, yo Majnun singari borsa, Laylidir sanlar borsa, kuydirding kuydirga. Kuydirding kuydirga, suydirding suydirga, Laylidir sanlar. Azizlarim, Ravotdan kirganimizda 10 tomonda mayerda 10 xonamiz bo'lyapti. Ikkinchi qavat bilan hisoblaganimizda do'stlar. Ravotdan kirganimizda mana chap tomonimizda do'stlar ikkita xonamiz bor. Hozircha yashab turgani, kiriblar yashab tura oladigan. Shunda bizda 6 sotikda 12 xonadan iborat bo'lyapti do'stlar. Aka-uka opa-singillarim, Ravotdan kirganda chap tomonimizda juda ham chiroyli bir o'choqlari bor ekan do'stlar. Mana qaranglar, mana kendalar mayerda oshlarni qilib, ko'cha oshlarini aylantirib mehmonlarni kuzata oladigan. Do'stlar, bu o'choqxonamizdan kirib turib garajimizga kirib ketsak bo'ladi ekan do'stlar. Mana mana qaranglar. Juda ham katta garaj. Buni ham mana regellarni polni betondan qilgan ekan. Akamiz aytayapti, mana 10 yildan beri hech narsa bo'lmasdan turibdi deb, juda ham mustahkam pishig'ishda bo'lgan xonadonimiz do'stlar. Cho'ntak bob do'stlar, shap olib ikkinchi qavatini ko'tarib oladigan yo'llarni ham aytaman, ketdik. Azizlarim, Ravot xonadan kirganimizda ikkita xonamiz bor ekan. Hozirgi kunda yashab turadigan do'stlar. Ketdik, ko'rib chiqamiz. Bu esa mana shu ikkinchi xonamiz do'stlar. Bunda katyollarimiz ham bor ekan do'stlar. Mana so'rlari bor. Mana katyol yaqinda qilgan ekan, akamiz zo'r istadi deyapti. Azizlarim, bu yerda yana keyin akamiz aytayapti, 8 metrdan o'zimiz suv chiqarganmiz deyapti do'stlar. Mana uni включат qilsangiz, suv juda ham napori zo'r ekan. Yana keyin o'zining mesniy granti ham bor ekan, постоянно oqib turadigan do'stlar. Suvdan problema yo'q, xudo xolasa. Kommunikatsiyalari zo'r, dokumentatsiyalari zo'r do'stlar. Do'stlar, mana qaranglar, barakani, tuxum, sut, qatiq hamma yo'q mana shu o'zimiz xonadonda ekan. Va men issiq ekan, hozir tug'ibdi do'stlar. Bu yerda azizlarim, mana shu yerda o'ziga bir 10 ta hayvon baylasanglar bo'lar ekan. Qo'y bo'lsa bir 30 ta deb qo'ya olasiz. Akalar, opalar, singillar, hayvon boqsanglar tayyor pad biznes. Hech narsa boqmayman desanglar, hamma yo'qni buzamiz, ikkinchi qavatga ko'tarib olamiz azizlarim. Azizlarim, bu hojatxonamiz ekan do'stlar. Mayerda akamiz aytayapti, katyolni shu yoqqa qilmoqchiman deyapti do'stlar. Mana berib qo'ying, ikkinchi qavati уже ko'tarilib bo'lgan. Mana qaranglar, yana hayvonxona. Juda ham ko'p ekan hayvon boqaman degan shinamanda aka-ukalarim bo'lsa, kelib maza qilib shap-shap olib kelib baylaysizlar. Ancha-muncha yemlari ham bor ekan. Mana qaranglar, tuxumini olmadim. Do'stlarim, akamiz juda ham havasga qilganidan sotish niyati yo'q edi deyapti. Mana qaranglar, hammasi betondan, yana qaytarib aytayapman do'stlar. Ikkinchi qavatni shap ko'taraman keliblar desanglar, hayvonxonalarimizni buzib yuboramiz do'stlar. Buzib turib shu yoqqa choplab yuborsanglar, hamma yo'q o'ziga yetar ekan. Azizlarim, manzillarimiz yana bir qator aytib qo'yapman do'stlar. Qirg'iziston o'shari Suratoshdan kirganda 85 pasida 4-ko'cha do'stlar, 55-raqamli 6 sotik 12 xonadan iborat. Do'stlar, pulini aytaymi, juda ham cho'ntak bor. $90,000 ozgina kami bor deyapti akamiz. Murojaat uchun raqamlarni yozamiz. 0553 bilan do'stlar, 55 01 55. Qaytaraman, 0553 bilan 55 01 55 do'stlar. Kelinglar, ko'ringlar. Akam hech narsani olib ketman dedi. Shunday qoldiraman hammasini dedi.